Yana oyoqqa turganimdan xursandman. Naslga olib kirishdi meni. Shol bo'ladigan darajada oyoq ishlamay qo'ydi. Yurolmay qoldim. Kuchli og'riq hisobiga shu ishlamagan oyoqni tortishdi, massaj qilishdi. Ta'sir qilmadi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi bemorimiz Nodirbek aka bizni shifoxonamizga L4L5 disk churasi aniqlanib tashrif buyurdi. Nodirbek aka shifoxonamizga kelganlarida juda og'ir ahvolda kelgan, ya'ni mustaqil yura olmagan holatda katalkada olib kelishgan. Nodirbek aka qalaysiz? Hozir yaxshi, allaqancha yaxshiman. Bizni shifoxonamizga kelganda yura olmayotgandingiz. Yura olmayotgandim. Ha, shunda nima hisobiga yura olmayotgandingiz? Oyog'ingizda kuchli og'riq hisobigami yoki ishlamay qoluvdimi? Kuchli og'riq hisobiga shu ishlamay ham qo'yganda girija bo'lib keldim. Naslga olib kirishdi meni. Naslga og'ir ahvolda keldim. Nodirbek akada disk churasini olib tashlash, ya'ni diskektomiya operatsiyasini amalga oshirdik. Bugun operatsiyadan birinchi sutka. Nodirbek o'zingiz qanday his qilyapsiz? O'zim hozir qancha yaxshi his qilyapman, og'riqlar yo'q. Bizga kelgunga qadar qayerlarda davolandingiz? Turli davolash maskanlarida bo'ldim. Bu yerda shu fizioterapiyalar qilishdi, oyoqni tortishdi, massaj qilishdi. Ta'sir qilmadi. Oxiri yura olmay qoladigan darajaga bordi. Ha. Xo'p, operatsiya o'tkazildi. Operatsiya vaqtida nimanidir sezdingizmi? Yo'q, hech narsani sezmadim. Shu kirdim, uxlatishdi, qaytib chiqdim, hamma yo'q o'tdi deyishdi. Mana hozir chiroyli uyg'onganingizda og'riqlar ketgan, ha. Oyoqda turibman mana. Bugun Nodirbek aka yurishni boshladi. Mana yurganingizda qanaqa holat bo'ldi? Qachondan beri yura olmay yotgandingiz aka? Qancha bir haftadan oshib qolgan edi. Shu massaj fizioterapiyalarni olib boshlagandan keyin ushlandi, yura olmay qoldim. Shu to'xtatib turib, keyin bu yoqqa keldim. Yura olmasdan keldim. Xalqimizda juda ko'p disk churasi bilan kasallangan bemorlar juda ko'pchiligi operatsiya bo'lsam shol bo'lib qolaman degan qo'rquv bor. Sizda ham shunaqa qo'rquv bo'ldimi? Bunday qo'rquv bo'lmadi, chunki ham doktorlar, vrachlar yaxshi maslahat berishdi, qo'rqishga hojat yo'qligini aytishdi. Do'stlar, Nodirbek akada juda aytganimizdek og'ir holatda kelgan. Operatsiyadan oldin operatsiya qilmasa ham shu shol bo'ladigan darajada oyoq ishlamay qo'ygan. Oyog'ida juda kuchli og'riq. Shu xalqimizga qanaqa tavsiya berasiz? Shu operatsiyadan juda qo'rqadi deb aytdik. Mana shol bo'lib qolaman operatsiya qildirsam degan fikr juda ko'p. Bularga qanaqa tavsiya berasiz? Ularga tavsiyam shu, kelinglar, o'zlaringni ko'rsatinglar, tezda shifo topib ketasizlar. Do'stlar, agar sizlarda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Nodirbek aka, xursandmisiz? Men albatta juda xursandman. Yaxshi. Yana oyoqqa turganimdan xursandman. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat.